Juda ham ko'p ayollar erkaklarda aybdor qilishga o'rganib qolishgan, odatiy hol. Lekin aslida hamma ayb ayollardami yo erkaklardami? Yoki bo'lmasam, mana bu maqolga amal qilamizmi? Qarsak qilganda davshi chiqadi, to'g'rimi? Ko'pincha ayollar ham aybdor bo'lib qolishyapti. Chunki deganda turmush o'rtog'i uyga kelganda yoki bo'lmasam farzandiga baqir-chaqir qilib boshlaydi, yoki bo'lmasam turmush o'rtog'i eshikdan kirib kelganidan unga dardini aytib boshlaydi. Yoki turmush o'rtog'i ovqatlanib boshlanganda unga har xil bo'lgan gaplarni gapirib, uni ovqat yedirmaydi. Televizor qarab turganda ham nima bo'pti? Meni gaplarimni quloq solsangiz bo'ladi-ku, televizorni qaravering degan gaplarni gapiramiz. Hurmatli ayollar, biz ayollar juda kuchlimiz. Bizning quloqimizda naushnik kim bilandir gaplashyapmiz. Qo'limizda latta, uyda changini artyapmiz. Yoki bo'lmasam ovqat pishiryapmiz. Har zamon borib farzandimizni og'ziga bir narsalar tiqib kelamiz, qorni och bo'lmasligi uchun. Yoki bo'lmasam kir yuvaydigan mashinaga ham borib qarab kelishga bizda vaqtimiz bor. Biz ayollar bir daqiqada 15 ta ishni qila olamiz. Lekin erkaklarimiz unday emas. Erkaklarimiz televizor ko'rishyaptimi? Ular o'sha televizorni ko'rish kerak. Ovqatlanyaptimi? Ular o'sha ovqatini yeyish kerak. Erkaklar bizga o'xshagan emas. Men erkaklarni kuchsiz demoqchi emasman, lekin biz ularga qaraganda bir daqiqada juda ham ko'p narsalarni qila olamiz. Biz erkaklarimizni ozgina bo'lsa ham rohat, nafas olishiga ruxsat berishimiz kerak. Chunki deganda ular ishda charchab, bir ahvol bo'lib uyga kelishadi. Yana biz ham uyga kelganda bidir-bidir qilib ularni charchatib boryapmiz.